Dada bize sostav bilan to'ylagan o'yinchilik qilamiz. Sandanam, mandanam, undanam. Kimdan bo'lsa endi bu, ha? Shu bachang bir kun seni o'ldiradi. Sen o'zingni o'g'ling bor, chopaylar. Siz ham o'tiraver ekansiz. Ketavering, tamommi? Sen haromlarga bir normallik kasb yo'qmi, ha, erkakcha? To'ppa-to'g'ri. Ey, menga qarang, men sizga keting dedim. Taksiga pul bering. Taksi, avtobus bilan keting, piyoda keting. Mana erta mol bozor, to'g'rimi? Mol bozor chiqib bir mol jallob bo'lading mana. Erkakni ham jallob bilaman, dada. Dallol degani, mana bu ishing umriga to'g'ri keladi. Bilak, ey, uriyor deydi bularni, uriyor. Yelka, ha. Keyin ko't ishlatam. Ana kechqurun to'yimiz bor edi, o'shanga o'zgina tayyorlanyapti, dada. Qani? Hoppa deydi, opog'ni sadilo. Shu uchalasini o'ldirsam o'zi necha yilga qamalsam, ha? Sana Men unagina tushundim, dada, zakonni kasb bu. Sekin telefon bilan odamlar mashina shtrafini rasmchaga olib, soqqa qilamiz. Halol kasb. Qalay? Yo, bu nima halolmi, bu harommi bu? Yo, bacham qarang. Bu xuddi panshanba kuni kechqurun zabancha qilib ichib juma kuni ertalab juma muborak deb gruppalarga video tashlaydilar-ku. Ana shunday gap bu bacham. Dada, bachangiz to'y-puy bormaydi, sozanda emas endi. Bachangiz tungi klublar qiroli. تعمل بام 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 بام